Assalomu alaykum. Hozir men Siberian Wellness korporatsiyasining 500 klub programmasi, ya'ni dastur haqida gapirib bermoqchiman. Klub 500 bu xohlagan pog'onadagi konsultantlar uchun. Любой o'sha yozilgan oyingizdan boshlab qilsangiz bo'ladi. Albatta, yilni boshida qilinsa juda ham yaxshi bo'ladi. To'liq shu biz 12 ta yulduzini yig'ish mumkin bo'ladi. Shunda mana rasmda ko'ringandek, o'sha har oy shaxsiy 500 ballni yig'iladi va yulduzchalarni qo'lga kiritish kerak bo'ladi. Shunda biz bitta yulduzchamiz uchun 500 ball bu bir yulduzcha hisoblanadi. Shunda rasmda ko'rinib turgandek 3 ta yulduzcha yig'ilsa, ya'ni 3 marta 500 ball uradigan bo'lsak, bizada 180 milli sertifikatni qo'lga kiritgan bo'lamiz. Agar 4 ta yulduzcha kiritadigan bo'lsak, ya'ni 4 marta 500 ball qiladigan bo'lsak, unda sertifikat 280 milli bo'ladi. Keyingisida 6 ta agar yulduzchani biz qo'lga kiritsak, ya'ni 6 marta 500 ballni ursak, unda sertifikat 470 milli bo'ladi. Keyingisi bu 8 ta yulduzchani qo'lga kiritsak, ya'ni 8 marta 500 ball urish kerak bo'ladi. Shunda sertifikat 750 milli. 10 ta yulduzchani agar kiritadigan bo'lsak, unda sertifikat 1 million 100 ming so'mlik sertifikat. 12 ta yulduzchaga esa sertifikat 3 million 700 ming so'mlik. Bu degani, demak, yulduzlarni yig'ing va 3 million 700 minggacha bo'lgan sertifikatga ega bo'ling. Bu degani nima degani? Bu degani 3 million 700 minglik tovarni tekinga olish imkoniyatingiz bo'ladi. Va mana shu 500 klub programmasida, dasturida qatnashing va mana shunday imkoniyatlarga ega bo'ling. Agar oyni boshidan yozilib, ham 200 klub, ham 500 klubda qatnashish imkoniyati bor. Agar siz 500 klubda qatnashaman deb 500 ball shaxsiy uradigan bo'lsangiz, o'zingiz ballingiz, lichniy объем, mana shu balli birinchi oyda kirganlar uchun ham 200 klubga hisoblanadi, ham 500 klubga hisoblanadi. Bu juda zo'r imkoniyat. Hammaga men bu dasturda qatnashishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va kanalga a'zo bo'lsanglar, keyingi videolarimda men keyingi programmalarni yana tushuntirib o'taman.